Instagram'ı ko'rib o'tirsam nimamish Munisa Rizayeva turkcha paxlava yegisi kelib qopti-da, eriga aytganiga eri shartta 2 biletni Istanbulga olib sayohatga olib ketibdimish. To'xtab tur dedim-da, manam pardoz andozimni qilib bor ayollik makrimni ishga solib, dadasi, meniyam paxlava yegim kelyapti, yuring Turkiyaga borib kelamiz desam, onasi o'zingda bo'lur dedilar. Ha, mayli dedim-da. Bir payt pazandaligim esimga tushib qolib, shartta o'zim paxlavani uyda pishirib tashladim. Turetskiy lavashni eng yupqasidan olib kelib, ichiga eritilgan sariyog'ni surib, maydalangan hamdon pistalarni sepib, xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab chiqdim. O'qlovga o'rab bo'lgandan keyin shunaqa qilib qo'linglarni yordamida g'ijim qilib chiqazib olasizlar. Keyin formani razmeriga qarab, yo o'rtasidan bo'lasizlar yoki butun solib pishiraverasizlar. Voy onanib ketdi, bir pasda shuncha paxlavani o'rab tashlabman. Endi ustiga sariyog'ni ayamasdan surib 180 darajaga duxovkaga yuboramiz. Iftorlikda zamzam suvi va ko'pgina minerallar qo'shilgan zilxa suvlari bilan og'iz ochishingizni tavsiya qilaman, chunki siz eng oliysiga munosibsiz. Qip-qizil bo'lib pishgan paxlavalarni ustiga shakarli qaynab turgan sirupni quyib, ozgina sovigandan keyin dasturxonga tortamiz. Bizga esa yoqimli ishtaha.